Amaki, amaki. Aa, nima bo'ldi? Sen kimsan? Men bilmadim. Nima qilyapsan meni uyimda? Uyimni yo'qotib qo'ydim. Qayerda yashaysan? Mana bu to'g'ridagi uyda, sizni qo'shningiz uyda. Bilasan ekani, bor yo'qol. Esimdan chiqarib qo'ydim qayerdaligini. U tushunmayapman hech narsani. Mayli, men ketdim. Kim bo'ldi o'zi bu? Ha mayli, nima bo'lsa ham bola. Sizlar men Husan Minecraft bizning yangigina videomizga xush kelibsizlar. Короче, bola hozir tushunmadim hech narsaga vashi. Bu kimi bo'lsa vashi tushunmayapman-chi bola mayli. Nima bo'lsa ham. Короче, hozir men nima qilsam bo'lar ekan, mayli. Qo'shnimning oldiga chiqib kelaychi. Yomoningda bo'ldim. Ana qo'shnim ham turibdi ekan. Salom qo'shni, yaxshimisiz? Ha, yaxshi, yaxshi. Nima qilyapsiz bu yerda? Bilasan-ku, bugun jiyanlarim keldi. Shunga men voshcha ular bilan bir kun ham yashay olmayman. Voshcha nima qilib tashlashdi. Ha, to'g'ri aytasan. Nima qilsam bo'larkan, a? Qo'y, jiyanlaring qara, shirin shirin jiyanlaring bor ekan. Men sen o'rningda maza qilardim. Men ular meni boshimni ortib tashlashdi. Yo'q, qara, jiyanlaring bor hoziroq kel, o'yna, jiyanlaring men bilib maza qil. Hoy, sen jiyanlaring axir. Yo'q, bir kun ham yashay olmayman. Qara, voy, shirin shirin jiyanlaring bor ekan-ku, qara, shunchalik shirin jiyanlaring bor-u. Salom amaki, yaxshimisiz? Ha, yaxshi, qara, dud bu shirinligini. Amaki, yaxshimisiz? Menga qat bering, qilmang. Xo'p, mayli. Bor, hoziroq kel. Qara, shirin jiyanlaring bor. Yo'q, iltimos, kirgizma. Yo'q, hoziroq kel. Jiyanlaring shirin jiyanlaring bor-u. Kirsangchi. Iltimos. Sening uyingda bir kun yotib turay. Yo'q. Hoziroq kir. Hoziroq kir. Bo'ldi, kirgizib yubordim. O'zi вообще indek qilmaydi yana. Mana bu shirinligini. Hozir uyinglar kirmaysizlarmi? Kir uyingga. Sizning ishingiz nima, amaki? Nima? Meni nima deyapsan? Ishim bo'ladi-da, sen ko'chada yo'qolib qolasan. Sizni aqlliman, men sizga o'xshab yo'qolib qolmayman. Nima? Yo'qolib qolmaysan. Yo'qolib qolasan degani adashib ketyapman. Bor, hozir uyingga kir. Sizning ishingiz bo'lmasa? Oy, men sendan kattaman. Menga baribir. Zato panetkasi kichkina ekan. Tushunmadimi? Nima tushunmadingiz? Sizni panetkangiz kichkina, menikini deyishni bilasizmi? Kim deydi? Meni bilimdon deyishadi. Yo'q. Ha. Rostdan. Ha, men sizni aqlliman. Mayli, o'zing bilasan. Xohishingga qil, menga vashi baribir. Bo'pti, o'rnidan yo'qoling. Xo'p, mayli. Hozirgi yoshlarga nima bo'lgan tushunmayapman. Vashi bunday bo'lib qolgan. Odamlar kattalardan aqlli bo'lib ketishgan. Ha, mayli, nima bo'lsa ham mayli. Хорошо. Juda ham charchab ketdim. Hozir hech narsa qilmasam ham charchayman o'zi, bilasizlar-ku. Mayli, kompyuterimga o'tirib ozgina maza qilamiz. Men bu uyda bir kun ham yasholmayman. O'sha jiyanlarim meni dadil qilib tashlashdi-ku. Endi nima qilsam ularga shuncha yoshda menga yo'q. Hisoban yana meni jiyanlarim oldiga borib qoldi. Ikkingizga uradi yana ichgan o'tirishib turgan. Nima qilsam ularga? Zo'r idea keldi mana bu joyda. Ha. Hisobayni uyini tagiga o'zimga uy qurib olaman. Ha. Juda ham zo'r idea. Mana bu joyga amaki. Kim chaqiryapti meni? Salom. Amaki, qishloq amakimni topolmayapman hech qayerda. Nimaga topolmayapsan? Bilmadim, meni qidirib chiqsa topolmayapman. Ha. Bizlarni tashlab ketib qoldi. Sizni uyingizda ekan o'ylabman. Qayerda bo'lishi mumkin hozir? To'xtab turchi, qayerda bo'lishi mumkin? To'xta. Nima? Bu nima bo'ldi? Tushunmadim. Nima bo'ldi bu? Sen bilmaysan mana bu nimaligini? Yo'q. Mayli, hozir to'xtab turchi. Kirkam olaylik. Хорошо. Mana kirkam olay. Mana hozir yopamiz. Hozir buzib ko'raman. Nima bo'lishi mumkin bu? To'g'ri bo'ldi. Bu nima bo'ldi? What the fuck? Qanday eshikmi yo'q? Eshik nima ichida hech narsa yo'q. Mayli,
Xo'sh, nima qilsak bo'larkan? Ha, mana buni ichida buzish kerak. Mana buni bozamiz. Bizga buningcha bu menda lava yo'q. Demak, shunanga qilich buzishimiz kerak. Nima? Tushunmadim. Tushunmadim, bolalar. Bu nima bo'ldi? Hozir mana bularni ham buzib olaylik-da. Bu nima bo'ldi? Tushunmadim. What the fuck? Hozir nima? Kim bor? Kim bor uyda? Tushunmadim bolalar. Kimniki bo'ldi bu yor? Men aniq bilaman buni hech kim. Seniki emasmi? Yo'q, men hechasi qilmadim bu yerga. Ha mayli. Kim qilgan bo'lishi mumkin, ha? Kim qilgan bo'lishi mumkin? Kim qilganini bilmaysam? Yo'q, ko'rmadim. Ha mayli. Xo'sh, bola kim qilgan bo'lishi mumkin, ha? Mana tushib ko'ramiz. O'tozinglar tushib ko'rishim mumkin, ha? Ha mayli, tushib ko'ramiz. Ketdik. Kim bor? Alo. Kimdir bormi? Mayli. Suyta qolaylikchi. Kimdir bormi? Mayli. Wow, mana bu joyda o'tirsa bo'lar ekan. Bu televizor. Wow, kim yashaydi bu yerda o'zi? Men kim qurgan o'zi buni tushunmayapman. Men oldin bu yerda hech narsa yo'q edi-yu. Ha mayli. Hozir bu yer nima ekan, ha? Qani, to'xtaylikchi. Bu yerda kimdir bormikin, ha? Bu divonxona, demak bu yerda kimdir bor desam, yo'q, hech kim yo'q. Ha mayli. U pastki etaji ham bor ekan. U nerda ham bor ekan. Menimcha 3 etaj bu yer. Kim qurgan bo'lishi mumkin bu joyni? Xo'sh, mayli birinchi bo'lib ko'rib chiqaylikchi, keyin o'ylanib ko'ramiz. Mana bu joyda televizor ko'rib o'tiramiz bo'lar ekan. Bu yerda xolodilnik. Nima qilsak bo'lar ekan yana? Хорошо, bu xona oddiy divonxona ekan. Ha mayli. Pastga tushib ko'ramiz. Pastki etajda tualet. Menimcha bu yerda tualet, o'shaqa yuvinadigan joy. Bu yer esa nima? Bo'ldi. Bu yer огород ekan. Ya'ni kichkina огородcha. Mayli. Хорошо. Nima qilsam bo'lar ekan? Pastga tushaylikchi. Bu yer nima? Bu yer streamxona. Yevat. Men mana bu joylarda orzuqlarim bor, qaranglar. Vau, men bunaqa joylarda stream qilishni juda ham orzu qilganman bor, lekin bunaqa joylar menda yo'q-da. Vau, qaranglar bor. Вообще farqlamaysizlar-da, qaranglar bor. Просто manalarni o'chirib qo'yadi, bo'ldi. Vau, juda ham zo'r. Vau, mana bu joyda o'tirib yomon aylansa bo'lar ekan, maza. Mayli. Хорошо. Vau, juda maza ekan. Printer. Bu yerda unday Wi-Fi. Vau, ichik uyda bo'lar ekan. Vau, mana buni mazaligini qaranglar bola. Maza-yu, qaranglar mana bu yerga xohlagan email hammasini ochsa bo'lar ekan. Bola, menda buncha приложениялар ham yo'q. Bunisi kompyuterim juda ham qotgani, ya'ni notebookim qotgani uchun bunaqa narsalar ko'pini ko'tara olmaydi. Bola, qaranglar. Vau. Wi-Fi ga ulanamiz. Okey, Wi-Fi ulandi. Хорошо. Vau, nima ekan bu? Voy, almashtirsa bo'lar ekan fonini. Vau, qanaqa almashtirsak bo'lar ekan? Shulargacha bor ekan menimcha. Boshqa yo'q ekan. Mayli, bu fonni qo'ysam yo'q bo'lmaydi. Qaysi fonni qo'ysam bo'lar ekan? Qaysi? Shu yaxshimikan? Shu yaxshi yo'q. Shu yaxshi. Qaysini qo'ysam ekan? Shuni qo'yaymi ekan? Yo'q, shu yaxshi shekilli menimcha, shu yoqda menga. Shuni qo'yib qo'yamiz, bo'ldi. Bu juda zo'r ekan. Xo'sh, yana nima qoldi? Nima qoldi? Mana bu yerda mana bu fayl bor ekan. Faylda nima bor ekan? Menimcha bu kompyuter yangi, ya'ni notebook, adashib ketibman. Notebook yangi ekan. Xo'sh, nima deb yozib qo'ysang? Zo'r ideya keldi. Obuna bo'ling. Mana zo'r ideya. Bola, obuna bo'lib qo'yinglar. Mana obuna bo'ling, papkasini ochib qo'ydik, qarachi. Mana bola, obuna bo'lib qo'yinglar. Bo'ldi. Nima qilsa bo'lar ekan, tushunmayapman. Bu nima bo'ldi endi? Endi mana bular ochildi. Bularga nima kerak ekan? Ha mayli. Qo'yaveraylikchi. Chiqamiz. Хорошо, bo'ldi. Bo'ldi. Shu zo'r ekan bola, vashi zo'r. Bola, agar meniki bo'lganida bola birimli orzuyim edi, mayli. Xo'sh, bu yerda mayli, bu dush ochib ko'raychi. Xo'sh, qishloqqa qo'shni nima qilyapsiz bu yerda?
Hisobni tushuntirib beraman hozir. Xo'sh, nima tushuntirib ber hozirroq. Hozir. Короче, men uzr, lekin meni aytib qolib qo'ydim. U yerda jiyanlarim bir kun ham yasholmayman. Nima? Men senga aytdim-ku, jiyanlarim yashamasin qilib yashasang, jiyanlarim uchun shirin ko'rmayapsanmi? Iltimos, o'sha yerda bir hafta yashab turay bo'ldi. Yo'q, hozirroq chiq yoki o'zim seni chiqaraman. Iltimos, sendan yagona imkonim. Iltimos, jiyanlarim bir kun yashab qanaqa bir kun? Bir hafta yashab tursam bo'ldi jiyanlarim shu yerda. Iltimos. Yo'q, hozirroq chiqasan yoki men seni o'zim majburlab chiqaraman. Bola nega kirib oldi tushunmayman. Iltimos. Yo'q, hozirroq chiq. Xo'p, hozir chiqyapman. Xo'p, mana chiqib oldik. Endi qishloqqa hozirroq uyingga kir. Iltimos, voy. Yo'q, hozirroq chiq. Bo'ldi, men bu yerda yopib yuboraman hozir. To'xtab tur. Bo'ldi, bu yerga qaytib kirish mumkin emas. Vashshi mumkin emas. O'zi nimaga ham kirgizdim men seni? Vashshi hayronman. Mayli, mana buni ham buzib olib qo'ydim. Qara, blogam yetmay qoldi. Mayli. Men senga aytdim-ku, bo'ldi, bu yerga kirish vashshi mumkin emas. Bor, hozir kir. Iltimos, voy. Yo'q, hozirroq chiq bo'ldi. Men seni boshim ortib o'tirganga, men sening u yerda yashashing vashshi mumkin emas. Uyim tushib ketsa nima bo'ladi? Iltimos qo'y, bo'ldi, kirib ket. Seni deb muammolarim to'lib toshyapti, to'g'rimi bo'ldi? Vashshi qanaqa jinni bo'ldi tushunmadim vashshi bo'ldi. Mayli, nima bo'lsa ham hozir men o'zimga kamera olib kelib olaman yerdan. Yomon boshim og'ridi. Hozir kamera olib kelaman. Mana kamera ham olib oldim va endi buni qo'yib qo'yaman. Endi vashshi kirishni ham mumkin emas bo'ladi. Endi kirmaysan, bo'ldi. Iltimos, voy, iltimos. Yo'q. Men jiyanlarim bo'lsa yashardim o'y. Mana bu yoqqa to'xta. Mana bu yerga qo'yamiz. Xo'sh, kamera va shu qo'ysaymgina. Yo'q, bu yer bo'lmaydi. Hozir oppa, mana bo'ldi. Endi vashshi kirishing mumkin emas. Hozir endi bor, yo'qol. Bo'ldi. Yomon boshda olib tashladi bolalar, короче. Video shu yerda tugadi. Sizlar ham yoqsam bo'ldim. Keyingi videoda ko'rishguncha hammaga xayr.